Haqiqatni aytaman, aslida sizning yuz teringizdagi muammo siz o'ylagan joyda emas. Ko'pchilik aslida aknelarni, dog'larni, ajinlarni kremlar bilan davolamoqchi bo'lishadi, lekin bu aslida tashqi tomoni xolos. Asl sababi muammoni esa terining ichida bo'ladi. Siz muammoni ichkaridan turib aniq ko'ra olmasangiz, uni yaxshilab tekshirib bilmasangiz, muolajalaringiz teng yarmi bekorga ketadi. Shuning uchun men patsientlarimni terisini UZI diagnostikasi qilaman va bu narsa menga terining ichkaridagi holatini aniq ko'rsatib beradi. Va men muammo qayerdan ekanligini aniq ko'rib sizga ayta olaman. Shundan keyingina davolash haqiqiy natijani beradi. Agar rosta kamida natija ko'rishni xohlasangiz, taxmin bilan emas, aniq diagnostika bilan boshlang. Qabulimga yozilishingiz uchun post ostida raqamimni qoldiraman. Profilimga obuna bo'ling. Ishoning, sizga kerak bo'lgan hamma ma'lumotlar shu yerda.